Assalomu alaykum hammaga. Demak, kompaniyani takliflarini ko'rib chiqamiz. Nom bo'yicha, ya'ni patentdan o'tadigan nomlar bo'yicha va logotiplar bo'yicha. Birinchi o'rinda kompaniya haqida qisqacha ma'lumot. Kompaniyamiz 2019-yil asosi solingan. 19 ta mutaxassislarimiz hozirgi paytda 856 dan ziyod loyihalarimizni topshirib bo'ldik. Demak, kompaniyada qilingan loyihalar bo'yicha o'sha mana shu brendlarni ko'rishimiz mumkin. Dussel, Asos, PCG, O'zshahar qurilish Invest, As-Sodiq brendlari, Dekas yoki Louis Gabor, M-Factor loyihalarida, Naqshi, Mega simichkalarida yokida mana shu ko'rib turgan barcha loyihalarni o'zimiz deylik logotiplari, upakovkalari, nomlari bo'yicha xizmat ko'rsatganmiz. Demak, bu tadbirkor ustozlarimizni, mana shu ustozlarning o'zining loyihalarini, ustozlar orqali tavsiya orqali keladigan tadbirkorlarning loyihalarini doim bajarib kelamiz. O'sha o'zlariga yoqadigan, mijozlariga yoqadigan va umumiy patentdan o'tadigan brendlar qilishga to'liq e'tiborimizni qaratib kelamiz. Demak, birinchi o'rinda nom topish jarayonlarida birinchi o'rinda sizga kerakli ma'lumotlar, soha, raqobatchilaringiz va mahsulot va hozirgi paytda qanday pozitsiyada bizni segmentda nom topishimiz kerak bo'ladi. Shu bo'yicha kerakli ma'lumotlar, brieflar olinadi, briefing jarayoni, analiz o'rganiladi, tahlil qilinadi va undan keyin generatsiya jarayoni, ya'ni bu nom topish jarayonlari boshlanadi. Nom topilgandan keyin sifat nazorati bo'limi sizni xohishlaringiz, sizni kategoriyangizga, segmentga va o'sha deylik bozorda biza berayotgan mahsulotga to'g'ri keladigan nomlar topildimi yo'qmi, shuni tekshiradi. Patenti bo'shligini tekshirishadi va undan tashqari ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, Instagramlari, profillari bo'shligi tekshiriladi nom bo'yicha va undan keyin taqdimot qilinadi. Nomda bir nechta variantlar taqdimot qilinadi va tanlangan nomlarni bir nechtasi sizga yoqadigan bo'lsa, o'shani auditga, ya'ni tekshiruvga, ekspertizaga yuboriladi. Demak, biz nomlarning ta'rifini ko'ramiz. Birinchi ta'rifimiz bu Air ta'rifi. Air ta'rifida 21 ish kunida sizning kutuvlaringiz, xohish, istaginglar o'rganiladi. Ijtimoiy tarmoqlar tekshirilishi bu yerda bor va 3 ta nom variant beriladi. 3 ta nom berilayotganda 21 ish kunida o'sha uni 6 ta tilda nojo'ya ma'nosi, ya'ni yomon ma'nosi bor yoki yo'qligi ma'nolari tekshiriladi. Ingliz, rus, turk, ispan, italyan, fransuz tillarida. O'zbekiston bo'yicha va Butunjahon intellektual mulk tashkilotida WIPO, ya'ni Shvetsariyada joylashgan WIPO tizimida ham tekshiriladi, bitta yo'nalish bo'yicha, bitta klass bo'yicha. Va 7 oylik patentga topshirish xizmati ichida bo'ladi. Davlat bojlari o'z tomonidan to'lanadi va o'sha patent topshirganda guvohnomani olganingizdan keyin 10 yillik guvohnoma beriladi. Demak, 21 ish kunida 6 ta va 8 ta harfdan iborat bo'lgan 3 ta nom variant berildi. Agar yoqmaydigan bo'lsa, sabab o'rganiladi va 21 ish kunida 3 ta nom yana beriladi. Umumiy 6 tagacha variantlar soni bo'ladi. Bunda 2+1 kategoriyasi ishlaydi. 2+1 nima degani? 2 ta nom sizning xohishingizdan kelib chiqib, bitta nom kompaniya tomonidan taklif sifatida beriladi. Demak, 21 ish kunida bu Air ta'rifi patentda ichida bo'ladi, patent topshirish ichida bo'ladi. Marin ta'rifi bunda ham patentda ichida, faqat bu 26 ish kunida birdaniga 4 ta nom variant beriladi, yo'qmasa ham 4 ta, umumiy 8 tagacha nom variantlar beriladi. Ijtimoiy tarmoqlar bo'shlik tekshiriladi va nomlar harflari juda qisqa, ya'ni 5 ta va 7 ta harfdan iborat bo'lgan nom variantlar beriladi. Qisqa, jarangdor, esda qoladigan nomlarning kategoriyasini ko'rishimiz mumkin. Demak, Marin ta'rifida O'zbekiston bo'yicha va xalqaro patent bo'yicha 2 ta klassda tekshirilishi, 6 ta tilda tarjimasi tekshirilishi va 1 oylik tezlashtirilgan patentga topshirish ichida bo'ladi. 10 yilga domen sotib olib berish va 10 yilga patent ichida bo'ladi. Demak, Marin ta'rifida 2+2, ya'ni 2 ta nom sizni xohishingizdan kelib chiqib, 2 ta nom bizning kompaniya tomonidan tavsiya sifatida beriladi. Keyingi ta'rifimiz bu Premier ta'rifi. Premier ta'rifida ko'rishimiz mumkin 36 ish kunda birdaniga 5 ta nom variant beriladi. Yoqmaydigan bo'lsa, yana 36 ish kunda 5 ta nom variant beriladi. Demak, bunda variantlar soni ko'proq, 10 tagacha nom variant olishingiz mumkin va 6 ta va 8 ta harfdan iborat bo'lgan nomlarni bu yerda harflari keltirib o'tilgan. Endi buni asosiy afzalligi O'zbekiston Respublikasi patentlash tashkiloti, ya'ni intellektual mulk tashkilotida va Butunjahon intellektual mulk tashkiloti bor, WIPO degan, bunda 3 ta klass bo'yicha tekshiriladi. O'zbekiston bo'yicha patent topshirish va 3 ta xalqaro davlat, ya'ni Xitoy va Amerikadan tashqari boshqa davlatlarga ham topshirishingiz mumkin. Umumiy takliflarimiz bu yoqda Premier, o'sha umumiy full ta'rifini ko'rishimiz mumkin. Full ta'rifida bu 10 yilga domen olish va 10 yilga patent olish ichida va asosiy xususiyati nomlarning barchasi art direktor tomonidan topiladi. Ya'ni eng katta mutaxassis tomonidan topiladi. Keling, bularni umumiy takliflarni, narxlarini ko'rib chiqamiz.
Premier tarifi xalqaro patent topshirish ichida, 1 oylik patent ichida bo'ladi. $9510 bo'ladi. Marin tarifi 3750, bu 1 oylik patentga topshirish O'zbekiston bo'yicha. Air tarifi 2390, bu 7 oylik patentga topshirish ichida bo'ladi.